Muhokamalarga sabab bo'layotgan Leapmotorning sotuviga shartli ravishda ruxsat berildi. Avvalroq Xitoyning Leapmotor tovar belgili C16 avtotransport vositasida aniqlangan nomuvofiqliklar sababli ularni sertifikatlashga arizalar qabul qilish vaqtincha to'xtatilgan edi. Texnik jihatdan tartibga solish sohasida Nazorat inspeksiyasi matbuot xizmati ushbu holat yuzasidan qo'shimcha ma'lumot berdi. Xabarda aytilishicha, mazkur masala yuzasidan shu yilning 7-aprelida Gujevin boshchiligidagi Leapmotor kompaniyasi vakillari o'z testga tashrif buyurgan. Natijada Leapmotorning C16 rusumli ikkita avtomashinasi O'zbekistonga import qilindi. Mashinalar 14-aprel kuni Piskent tumanida joylashgan sinov laboratoriyasida Birlashgan Millatlar Tashkilotining 10-son qoidalarida belgilangan tartibda qayta sinovlardan o'tkazildi. O'tkazilgan sinovlar yakunida avtomashina talablarga muvofiq deb topildi. Leapmotor kompaniyasiga shartli ravishda mazkur tovar belgili mashinalarni respublikada muomalaga chiqarilishiga ruxsat berildi. Shartlar esa quyidagicha: Leapmotor avtomashinalarining nomuvofiqligi aniqlanganda ularni bartaraf qiluvchi hamda iste'molchiga yetkazilgan zararni qoplovchi ishlab chiqaruvchining rasmiy vakili O'zbekistonda rezident hisoblangan yuridik shaxsni belgilash. Respublikaga import qilinayotgan Leapmotor avtomashinalarining turini ma'qullash uchun zarur bo'lgan tegishli hujjatlarni taqdim qilish. Shuningdek, kompaniyaga Leapmotor avtomashinalari ishlab chiqarilayotgan korxonalarda ishlab chiqarish jarayonlari va shartlarini o'rganish va baholash sharti qo'yilgan. Agar siz ham vaqtinchalik taqiq sabab qaror qabul qilishga qiynalgan bo'lsangiz, yaqin orada ushbu mashinani xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Videoni yaqinlaringizga ham yuborib qo'ying.